Bo'ldi. Tezda turing. Keling. Bundan buyon siz mening osmonimsiz. Agar shamol essin desangiz shamol bo'ladi. Yomg'ir yog'dirma desangiz yomg'ir yog'dirmayman. Yaxshi. Lekin unutma, qiladigan ishing bor, xo'pmi? O'sha ahmoqni bugun adolatni qarindosh urug'chilikdan ustun qo'yib jazolashim kerak. Men bilan birga kirasizmi, kichik janob? Yo'q. Meni hozirgina u yerdan haydab yuborishdi-ku. Nima? Janob Lu, maktab go'zali Lin xonim sizga yoqib qoldimi deyman, ha? Xiaohuan, agar uni qo'lga kiritishimga yordamlashsang, seni mukofotsiz qoldirmayman. Janob Lu. Ey, aqlli qizsan. Keyingi safar akang seni ham taqdirlaydi. Oye, bu yoqqa kel. Kel dedim. Aka? Nima bo'ldi, aka? Akajon, kim xafa qildi? Meni kim xafa qildi? Meni kim xafa qildi deb so'rayapsanmi? Bilmayman-da, akajon. Kichik janob Lu. Janob Lu Van Yuanni nazarda tutayotgan bo'lsa kerak. U bugun ularni jahlini chiqardi. Hada. O'sha ahmoq yaxshiyamki tez qochib qoldi. Xavotir olmang, aka. Allaqachon ta'zirni berib qo'ydim. Qarang. Ana u qiz. Van Yuanni sobiq sevgilisi. Aka, nega meni uryapsiz? Senga yana bir marta imkoniyat beraman. Yaxshilab o'ylab ko'r, kimni xafa qilding? Yuzma-yuz kechirim so'rab yolvor. Men hech kimni xafa qilganim yo'q-ku. Yaqindan beri nimaga kechirim so'rashim kerak? O'ylayapman. Nahotki Syun aka bo'lsa, Syun aka akamni ishongan odami hozirgina to'polon bo'ldi. Aniq Syun akani xafa qilib qo'ydim. Aka, esladim. Hoziroq uni taklif qilib kelaman. Hoziroq boraman. Syun akani chaqir. Xo'p. O'zingiz bosing aka, o'zingiz bosing. Janob Lu. Syun aka, kechiring. Hozirgina men nohaq edim. Kechiring. Afv eting. Xato qildim. Aka. Ahmoq. Bu. Yana o'ylab ko'r. Yana o'ylayman. Syun aka bo'lmasa, unda kim bo'lishi mumkin? Zhangchen shahrida janob Lu shunchalar hurmat qiladigan odamlar 5 tadan oshmaydi. Lekin bugun ularni hech birini ko'rmadik-ku. Nahotki Yuanmi? Bekorlarni aytibsan. Katta xo'jayin Lu shunchalar qadrlaydigan odam o'shalardamidi? Emas. U bor yo'q akamni qo'l ostidagi bir yugurdak. Aka, yana biroz o'ylab ko'ray, iltimos. Bo'ldi. O'ylashing shart emas. Keyingi hayotingda ehtiyotkorroq bo'larsan. Nima? Aka? Nahotki akang gapingiz rost bo'lsa? Aytgandim-ku. Qaytishimni yolvorib so'raysizlar deb. Mana qaytdim. Nega hali ham kechirim so'ramayapsan? Men kechirim so'rayman. U shunchaki past tabaqadagi bir omadsiz-ku, nega? Hali gap qaytarishga hadding sig'dimi? Agar kichik janob Van marhamat qilmaganida, Lu oilamiz bir lahzada kuli ko'kka sovurilgan bo'lardi. 1000 marta o'lsang ham bu gunohni yuvolmasding. Nima? Qo'y. O'ylashimcha uning miyasi bu yerda nima bo'lganini tushunib yetishga ojizlik qiladi. Yo'qot uni. Qaytib ko'zimga ko'rinmasin. Tushunarli. Olib ketinglar. Yo'q aka, nima qilyapsizlar? Akajon! Van Yuan, bu o'zi nimalar bo'lyapti? Bu hammasi juda murakkab. Kel, yaxshisi senga boshqa safar tushuntirib berarman, maylimi? Aytgancha, seni uyingga tashlab qo'yaman, maylimi? Keragi yo'q. Tashqarida meni oilam kutyapti. Yaxshi. Kirish joyigacha kuzatib qo'yaman. Ketdik. Kichik janob Van. O'sha tijorat ko'chasining menejeri Van Yuanni kichik janob Van deb hurmat bilan chaqirdi-ya? Van Yuan! Van Yuanning uyi. Bu ishim juda bolalarcha bo'lmadimikin? Van Yuan, nega telefoningni shuncha paytdan beri ko'tarmayapsan? Rostdan ham meni yoqtirmay qo'ydingmi? Kasalmisan? Kasal bo'lsang, kasalxonaga bor.
Telefonni qo'yapman. Vanyuan, qo'yib ko'rchi. Men hozir tomda turibman. Agar telefonni qo'yishga jur'at etsang, o'zimni pastga tashlayman. Gapir, nima gaping bor? Uyingga boraman. Yuzma-yuz gaplashamiz. Mayli. Uyda kutaman. O'ynashni istayotgan ekansan, men ham sen bilan o'ynayman. Kiraver. Xo'sh, gapir. Nima gap? Vanyuan, kech bo'lganda oldinga keldim. Nahotki ko'nglimni tushunmayotgan bo'lsang? Tushunmayapman. Siyuy. Axir orani ochiq qilgandik-ku. Jinnivoy, qanaqasiga sen bilan orani ochiq qilishim mumkin? Men shunchaki seni sinab ko'rdim. Aslida, Luya bilan o'rtamizda hech narsa bo'lmagan. Ha, demak, ko'nglingda men haliyam bormanmi? Aslida, yuragimda doim sen bo'lgansan. 3 yil birga bo'ldik, lekin biror martayam yaxshilab chuqur muloqot qilmaganmiz. Bugun men ichimdagini to'kib solmoqchiman. Ayvon, xo'sh, bunga nima deysan? Modomiki shunday deyotgan ekansan, unda mayli. Rostdanmi? Men juda baxtliman. Aytgancha, Vanyuan, doim qiziqib kelganman. Qanaqasiga bunchalar birdaniga boyib ketdi? Siyuy, faqat pul uchungina qaytdingmi yonimga? To'g'risini ayt. Albatta yo'q. Shunchaki qiziqyapman-da. Qanaqasiga birdaniga 10 millionlik mashina olishga qurbing yetdi? Shuni aytyapsanmi? U mashinani boshqa odam uchun sotib oldim. O'z pulimga emas. Nima deding? Ayvon, yana men aldamoqchisan-a? Hatto Lu Hayfen ham senga shunchalik ehtirom ko'rsatdi. Uni aytyapsanmi? Ko'p o'ylama. Men shunchaki ular yollagan aktyorman. Aslida bu aka-uka Lularning ichki nizosi. Meni bunga hech qanday aloqam yo'q. Rostdanmi? Albatta rost. U mashinani ham Lu Hayfen sotib olib berishimni so'ragandi. Demak, sen umuman o'zgarmabsan. O'sha Vanyuansan. To'g'ri. Siyuy. Menga bo'lgan muhabbating bunchalar chin deb o'ylamagandim. Juda ham baxtiyorman. Qoyil. Qani, bir-birimizga to'liq ochilishni boshlashimiz mumkin. Nimani ochasan? Vanyuan, ko'zimdan yo'qol. Rol o'ynayapsan-da. Oldin aytsa bo'lmaydimi? Shuncha vaqtimni bekorga ketkazding. Yalanga yo'q, menga tegmoqchimiding? Siyuy. Kutganimdek sen mutlaqo umidimni oqlamading. Umidingni oqladimmi yo'qmi menga baribir. Senga o'xshagan odam bu hayotda menga barmog'ini ham tekiza olmaydi. Bugun meni ko'rganing o'zingni omading deb hisobla. Juda jirkanchsan. Yana ataylab xonadagi chiroqni xiralashtirib qo'yibdi-ya. Xayolingda nimalar borligini bilmayman. Yaramas maxluq. Mana shu qorong'i va zax ijara uyingda bir o'zing chirib ket. Nega hali ham ketmading? Kuzatib qo'yishim kerakmi? Nima gap? Vanyuan, senda shuncha pul qayerdan paydo bo'ldi? Senga nima farqi bor? Mendek kambag'al senga hech qachon teng bo'la olmasligini o'zing aytding-ku, to'g'rimi? Yo'q, unday emas. Vanyuanning kiyimini kiymay tur, hozir tushuntirib beraman. Shunchaki seni sinab ko'rgandim. Men Vanyuan,
eshikni och. Hammasi sen o'ylaganda emas. Vanyuan, Vanyuan, eshikni och. Alo, nima bo'ldi? Kichik janob Van, sen oilasi siz haqingizda bilib qopti va siz bilan uchrashmoqchi. Nima deysiz? Qayerda? Ularning uyidami? Aynan bir qaynoq buloqli dam olish maskani bor. U sizga ham tegishli. Oldingi shartnoma muddati ham tugab qolgan ekan. Uchrashuvni o'sha yerga belgilasak nima deysiz? Qaynoq buloqmi? Mayli, tashkillashtir. Xo'p, yaxshi. Jisa, Vanyuan aslida o'zi kim? Nega hatto Lu Hayfen ham undan qo'rqadi? U hozirgina menga yozdi. Bugungi ishlarni hammasi Lu Hayfenni, Lu Yenni jazolash uchun o'ylab topgan tomoshasi ekan. Vanyuan esa shunchaki u yollagan ommaviy sahna aktyori ekan. Ha, shunaqa degin. Endi hammasi tushunarli. Nima bo'ldi, bobo? Tushundim. Bobo, albatta yaxshilab tayyorgarlik ko'raman. Nima gap? Bobom aytdiki, ertaga dam olish maskanini haqiqiy egasi shartnomani uzaytirish uchun kelar ekan. Yaxshilab tayyorgarlik ko'rishimni tayinladi. Unda bu imkoniyatni qo'ldan boy berma. Alo, Jessiya, qaynoq buloqqa borgin kelyaptimi? Qaynoq buloqli dam olish maskani. Ertaga birga boramiz. Sen ham dam olish maskaniga boryapsanmi? Jisa, kim ekan? Vanyuan meni ham ertaga dam olish maskaniga taklif qilyapti. Unda ertaga bora olmasa kerak. Nega? Bobom bunaqa muhim shaxslarni qabul qilayotganida har doim hududni yopib qo'yadi. Maqomi yetmaganlarni ichkariga umuman kirgazmaydi. Vanyuanga ayt, boshqa kunga qoldirsin. Mayli. Bu vaqtda kiyim olishga ham ulgurmayman. Jisa, siz uch kiyimini tezroq ol, kiyib ko'raychi. Lekin o'lchamim kichiklik qilmasmikin? Qaynoq buloq dam olish maskani. Zin Jinwei. Demak, siz Zin o'sha oilasining kichik janob boshlig'i. Van bo'lasiz, a? Ha, menman. Salom janob Sin. Kichik janob Van, yosh bo'lishingizga qaramay ancha ishlar qilib ulguribsiz. Nabiram bilan tengdosh ekansiz. U sizni kelishingizni eshitib, albatta tanishishim kerak deb turib oldi. Kichik janob Van, siz bilmaysizda. Janob Sinning nabirasi professional raqqosa. Siz uchun maxsus raqs ham tayyorlab qo'ygan. Bu boyvachchalar rosa bezor qildi-ku. Hechqisi yo'q. Sizlar avval kiraveringlar. Men tanishim bilan ko'rishishim lozim. Uni shu yerda kutib turaman. Yaxshi, sizni ichkarida kutamiz. Voy, Vanyuan. Rostdan ham keldingmi? Jisa senga bugun bu yerda oddiy odamlar qabul qilinmasligini aytmadimi?